Misol uchun, bir kishining yaqin insoni vafot etsa, mol mulki qo'lidan ketsa yoxud bir inson kasal bo'lsa, darmonsiz dardga yo'liqsa, bu musibatdir. Kishining qoshig'ini yoki qalamini hatto sinishi, oyog'iga tosh tegishi, sirpanib ketishi, otining oyog'ini sirpanib yiqilishi, ko'ylagining yirtilishi ham musibatdir. Ammo bu kabi musibatlarga uchragan mu'minlar matonat ko'rsatsalar, Haq taolo har biri uchun jannatda 300 daraja beradiki, har darajaning orasi yer va osmon qadardir. Sabr qilgan qullarga ham hisobsiz ajrlar beradi. Baqara surasi 155-156 oyati karimadan fahmlaymizki, umarim musibat